Toshkent shahar Yashnobod tumanida sotilayotgan uchastkamizga obzor qilishga keldik. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Makler Akmal. Sotilayotgan uchastkamiz Tuzel arkada joylashgan. Tuzel post gaydan 1,5 kilometr ichkariga kirib kelishimizda shu xonadonimizga ko'zinglar tushadi. Darvozadan kirib kelishimiz bilan ko'rib turibsizlarki, ichida mashina sig'adigan darajada sig'imi bor. Navislari nimasi qilingan, darvozani tepasi yopilgan, gipsakarta qoqilgan, garajga vodoprodi bor, gaz sveti bor, огородchasi bor, archa mevali daraxtlar ekilgan, tashqarida va ichkarida tualetlari bor. Tashqaridagi tualetimiz hamda kotelxonamiz. Uyga kiradigan asosiy akfa romlardan, alyumin romlardan qo'yilgan panorama eshigimiz. Kirib kelarkanmiz kattagina koridor, prixoshka. Albatta hamma xonaga alohida kiriladigan eshigimiz. Oshxona bu tomonda. Oshxona mebeli qoladi. Xona avoylari oshxona hamda oshxona mebeliga kombinatsiya sifatida tanlangan va chiroyli shinam. Oshxona orqali sanuzilga kirsak bo'ladi. Bu yoqda tualeti hamda vannasi bor. Va shu joyning o'zida o'ng qo'limizda havo aylanish uchun eshigimiz hamda kichkinagina joyimiz bor. Velosiped o'rniga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Kanalizatsiya garajga yo'q, hammada yama qilingan. Uy otoplenalari qilingan, kafellangan, gilamlari. Bu spalniga biz kirmaymiz. O'zimiz urf-odatimiz bo'yicha bilasizlar, meni kuzatayotganlar bo'lsa, keyin ko'ngillar o'zinglar eshigini ochib kirib ko'rasizlar. Biz boshqa xonani sizlarga taqdim etamiz. Bu xonamiz kattagina, kvadratlari ham katta, xonalari ham katta, patoloklari balandgina, avoylari hali yaxshi holatda turibdi. Sababi uy qurib bitkazilganiga 1 yil bo'lgan. Bu xonadan ikkinchi xonaga o'tarkanmiz. Bu xonamiz ham kattagina, svetini yoqib beray. Tak, bu xonamiz ham mana otoplenalari, xonalari, balandligi, kengligini o'zinglar ko'rib turibsizlar. Hujjatlar joyida. Xohlagan kuninglar, xohlasanglar srazu olsat qilib nomiga o'tkazib beramiz. Xohlasanglar zaklab tashlab ketasizlar. Sanagan bo'lsanglar 4 ta yashash xonasi bor. Birinchisi, hozir chiqqan, ikkinchi, uchinchi va spalniya 4-chi. Mana bu xona zal bo'ladi. Zalimiz ham katta va uzungina. Chiroyli lyustra, qandil, chiroyli avoylar. Mebelni gaplashamiz. Balkim tashlab ketar, balkim olib ketar. Gilamlari kombinatsiya bilan chiroyli chiqqan. Uy egalarini telefon nomeraini yozib beraman. Telefon qilinglar, savdolashinglar. Kami bor, joyda gaplashamiz. Yosh oilaga juda qulay, zo'r hovlimiz. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Kommentariyaga siz qayerdan uy qidiryapsiz, qanaqa uy qidiryapsiz, qanchaga qidiryapsiz yozib keting albatta. Men sizga siz yozgandagi uylardan va siz xohlagandagi didingizga qarab uy topishga yordam beraman. Telefon nomlarini yozaman, telefon qilinglar. Sizlarga Makler Akmal. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Xayr va salomat bo'ling.